Dinozavrlarni tilga olsak, ko'p qism odamlarning iziga keldig'ini ularning ichidagi eng kuchli bo'lgan Tyrannozaur. To'g'ri, Tyrannozavrda dinozavrlar ichidagi eng kuchli hujum qilish xarakterlik alohidliklarning hammasi bor. Ularning teni nihoyat cho'ng bo'lib, tishi intayin o'tkir, badan uzunligi 15 metrga yetadi. Bu bo'r davrining oxirgi mezgilida yer shari quruqliqidagi eng kuchli hayvon. Tyrannozavrning hikoyasini yana oldingi asrdan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. 1902-yili Brown ismli dinozavrning tosh qatmasini yiquvchi Amerikada bir cho'ng tipdagi go'shxo'r hayvonning so'ngini bayqagan hamda uningga Tyrannozaur deb ism qo'ygan. Shuning bilan kishilar uni sistemalik tadqiq qilishga boshlagan. Shuning bilan bir vaqtda toshqa aylangan jismlarning avrishganlariga asosan tahlil qilishga boshlagan. Tyrannozavrning bosh so'ngki cho'ng tipda bo'lib, ikki tarafidagi to'shak bosh eg'irligini unumli yeniklatgan. Uning ustiga yuz qismidagi muskullar uning tishlash kuchini texmi oshirgan. Uning tishlari ro'shan harsimon bo'lib, intayin zich tizilgan. Hatto har bir tishining uzunligi 20 sm ga yetgan. Uning ustiga orqa tarafidagi tishlari o'ljining qattiq so'ngaklarini osonda parchalay oladi. Mana bu alohidliklar ularni ayni chog'da yer shari quruqliqidagi tishlash kuchi eng kuchli jonliqqa aylantirgan. Vaqtning o'tishi bilan ularning bo'ynimi boshqa dinozavrlarnikidek es shaklda egilgan. Ularning oldi ichki puti tadrijiy ko'tarilib, dinozavrlar ichidagi eng kuchligiga aylangan. Mana bu muqimlashgan alohidliklar ularning o'ng'ul-do'ng'ul yerda tez suratda menishiga moslashgan. Uning tom quyruqiga moslashib, bosh qismi bilan badanning tampon holati moslashishiga yordam berilgan. Lekin badanning boshqa joylariga selishtirganda Tyrannozavrning oldi ichki puti intayin qisqa bo'lib, uzunligi aram 1 metr keladi. Ammo tadqiqotlarga asoslanganda ularning oldi ichki puti unchalik ojiz emas. Aksicha intayin mustahkam ham bo'g'imlari intayin sezgur. Tyrannozaur o'lganda turmushqa bilan jon talashayotgan o'ljini tishlab, oxirida oldi ichki puti bilan muqimlashtirib, o'ljining qechib ketishining oldini oladi. Afsuslanarligi, badan bilan orqa putining salmoqining ta'sirida Tyrannozavrning yo'tgili surati bir qadar asta. Kompyuterda taqlid qilinishicha, uning yo'tgili surati taxminan har sekundga 11 metr ekan. Bu bir qadar yuqori saviyali qisqa orliqda yugurish mayirining yugurishi bilan barobar. 2001-yili olimlar mungussimon dinozavrning tosh qatnovlaridan tunji qitim Tyrannozavrning tishlagan izi hamda u izlarning saqlaygan ekanligini bayqagan. Bu Tyrannozavrning tirik hayvonlarga hujum qilganligining kuchli isboti. Tyrannozaur bayqalgandan tortib, tadqiqotchilar uning ustida faqat to'rsimon tanguchilar bor deb o'ylagan. Lekin yaqinda dalil isbotlar ko'rsatib berilishicha, uning dumbi qismini pay tüklar qaplagan bo'lishi mumkin ekan. Bu pay tüklar uning bosh qismidan quyruq qismigacha bo'lib, taxminan 20 yil o'sgandan keyin ondan tushib ketilgan. Bu ularning cho'ng bo'lganligidan derak berdi deb qaralgan. Bular balkim bo'r davrining klimatiga moslashish uchun bo'lishi mumkin. Bugungi kunga qadar kishilar nurg'un Tyrannozavrning tosh qatnovlarini bayqagan. Lekin hammasi o'xshash badan qismlaridan tarkib topmagan bo'lib, hech qaysisi mukammal emas. Hozirgacha bayqalgan eng mukammal Tyrannozavrning tosh qatnovlarida faqat birsida bor. Lekin yanada uning mukammallik nisbati %73%. Shunga bugunga qadar Tyrannozavrning zoti qanday bo'lganligini jazmlashtirishimiz nihoyat tez. Balkim tadqiqotchilarning texnik cho'nqur tadqiq qilishiga ergishib, Tyrannozavrning haqiqiy qiyofati bara-bara ko'z oldimizda namoyon bo'lishi mumkin.